Assalomu alaykum. Bizning lokatsiyamiz M39 xalq tilida betongedamiz. Ko'p savollar tug'dirayotgan yo'l harakat belgisini oldidamiz. Ya'ni 100-224 tezlikni taqiqlovchi yo'l harakat belgisi, yuqorida 540 radar haqida ogohlantiruvchi yo'l harakat belgisi bor. Hurmatli haydovchilar, hamisha sizda bo'lsin. 523 yo'l harakat belgisidan keyin 522 gacha bemalol 100 yursa bo'ladi. Mana hozir bu tomonimizda Jinariq bor, Jinariq 523 bemalol 100 yursa bo'ladi. Mana ya'ni Parsezdan Jinariqdan chiqib 523 dan chiqib bemalol 522 gacha 100 yursa bo'ladi.